Davom etamiz. Texnikum o'qituvchilari va xodimlariga 200% gacha ustama to'lanishi belgilandi. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 11 fevraldagi 51-son qarori bilan xalqaro ta'lim dasturlari joriy etilgan texnikum xodimlari mehnatiga haq to'lashning yangi tartibi tasdiqlandi. Mazkur qarorga ko'ra, texnikum o'qituvchilari va xodimlariga quyidagi miqdorlarda oylik ustamalar belgilandi. 100%lik ustama xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha dars beradigan va o'quvchilari xalqaro baholash materiallari asosida yuqori natija ko'rsatgan pedagoglarga beriladi. 200% gacha ustama texnikumning o'rnatilgan ko'rsatkichlarga erishish KPI darajasidan kelib chiqib, alohida o'rnak ko'rsatgan xodimlar va rahbarlarga to'lanishi mumkin. Bundan tashqari milliy sertifikatga ega o'qituvchilarga oylikning 30%, xalqaro sertifikat uchun esa 50% miqdorida qo'shimcha ustama to'lanadi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab texnikum direktorlariga 50%, o'rinbosarlariga esa 30% miqdorda menejerlik ustamasi berilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan boshlab texnikum direktorlariga 50%, o'rinbosarlariga esa 30% miqdorda menejerlik ustamasi beriladi. Ushbu yangi tizim texnikumlarda ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarni joriy etishda faol qatnashayotgan xodimlarni moddiy rag'batlantirishga qaratilgan.